Issiqni olish uchun tashqaridan fen bor o'sha. Tepaning mana bu yerda turibdi. Qarash mana bunaqa narsa bo'ladi. Filtr, endi mana tepaning o'z mashinasiz o'ynaysa olingiz keladi. Mana tepaning. Bironta ishga shuni. Mana bu nasos suvni kachib deganda, mana bu qarzi ketadi, qarzi. Suvni kachib qila olmaydi. Chunki suvni kachirsa, mana bu nasos o'ladi. Mana bunda o'tgandan keyin tepaning ketdi, yaqadagi issiq suv mana bu kesadi. Keyin endi mana bu buferni yoqtirmaydi kerak, hozir mashina chiqadi. Keyin mana bu joyni almashadi-ku. Mana bu muzlab yotibdi. To'g'rimi? Bu muzlab qolgan qish payti mana bu taraf muzladi deylik, polnisi mana muzladi. Buni hozir eritish uchun freon joyini almashtiradi. Issiq bu yoqqa keladi, sovuq bu yoqqa keladi. O'sha bo'lib qoladi. Bu yoqqa ishlab ketaveradi. Endi turbaga kelsak, mana bu turba siz mana bu yerda nimasi bor? Rasxadan meri bor. Bu har 2 minutda mana bunga komanda berib turadi. Nasosni o'shanga qarab ishlatadi.